Dubaydagi birinchi kun qanday bo'ladi bilasizlarmi? Mana Dubayga kelsanglar hamma so'raydi, qanaqa joyda turaman, qanaqa holatlar bo'ladi deydi. Shunga mana sizlarga realniy holat, ya'ni birinchi marta Dubayga kelganimda qanday holat bo'lgan. Mana bu ortimda ko'rib turganinglardek, birinchi kun kelganimda xuddi shu ahvolga duch kelganman. Ya'ni bu qanday? Keyinchalik odam ko'nikib qoladi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, hozir uyda hech kim yo'q. Birinchi marta kelganimda 12 ta odam bor ekan deganman-da. 12 ta odam bilan qanaqa yashayman ekan degan shok holatlar bo'lgan. Shu narsalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman bugungi videomda. Ya'ni bu prosta Dubaydagi holatlar mana shunday bo'ladi. Unda qani videomizni boshladik. Mana ko'rib turganinglardek ushbu uyda sizlarga hozir obzorini qilamiz. Ya'ni bilasizlar, Dubayda yashash uchun joy kerak. Ko'pinglar yozasizlar, ya'ni narxlar qancha yoki Dubayga borsak qanaqa holatlar deydi. Oldindan tayyorlaninglar. Ya'ni qanaqa holatda bo'ladi. Mana bu oyoq kiyimni ko'ryapsizlarmi? Qancha odam bor deb o'ylaysizlar. Ketdik, qani yuringlar, men sizlarga uyda obzorini bir chekkadan chiroyli qilib ko'rsataman. Shunday uyga kira olishda bu uyimiz bir xona o'zi aslida. Bir xonaga biz batalyon qo'shilgan. Batalyon shu yerdada. Sizlar tushunasizlar shu. Bu yerda hammom bor ekan, o'zi zanit, ya'ni o'zi bilib qo'ysanglar bo'laveradi. Shu yerda hammom, kir mashina, qisqacha kuxnya haqida. Kir mashinalar mana ikkita desak ham bo'laveradi. Bittasi quritadi, bittasi yuvadi. Mana yaygani xatda yayadi degan narsalarga yechim. Va undan tashqari bu xolodilnik, ya'ni atamanlarga shu batalyonga tegishli. Ya'ni kirganimizdan keyin men parda orqasini keyin ko'rsataman. Nimaligini bilib turinglar. Ichida nima bor? Xo'p. Mana bu yerda sanuzi. Shu holatda sanuzilimiz. Endi bu videomiz iloji boricha maksimalni uzmasdan olaman. Kam ko'ziga rang bosib qo'yasizlar. Mana bu uyimiz, tepada bitta ukamiz ham bor ekan, endi damini olyapti. Shu birinchi uyimiz, ya'ni 6 kishilik. Past-tepa chiroyli mebeldan ishlangan. Bu yerda ular uchun shkaf. Shu yerga keladi. Mana shu yerda 6 kishi yotadi va nima deb o'ylaysizlar? Narxlari qancha? Videoda oxirida aytaman, oxirigacha ko'rib turinglar. Oxirida narxlari qanchaligini ham aytib o'taman. Hozir endi mana bu oldiga yuringlar-da. Sekin svetni o'chirib qo'ysak. Mana bu nima ekan desanglar, o'ylaylar, musul tashlaydigan narsa. Musul bak. Xo'p, buni ortida o'ta bir sirli narsa bor. Qani ketdik. Kiraylik-chi. Kirish ham shu yerda. Xo'p. Mana bu yana qo'shimcha xona. Bu oldin mehmonxona bo'lgan zal. Zalda iloji boricha joydan unumli foydalanib 12 ta odamga joy qilingan. Mana biz sekin kirib ko'ramiz, mana atrofni qo'yib shunaqa. Hozir hech kim yo'q. Savol, shuncha odamni narsalar turibdi, o'zlari qani? Video olayotganim uchun chiqib turishmadi. Prosta hammasi ishga ketgan. Uyda redki odam bo'ladi, bitta vaqtda hamma. Hamma har xil vaqtda kelgani uchun uyda odam kam bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda shkaflar, joylar, mana ko'rib, shkaflari, joylari hamma yo'q ko'rinib turibdi. Va bu yerda bu shkaflarda devor sifatida foydalangan. Uni ortida o salafanli bilan qilib to'silib bir chiroyli bir ideya qilganmiz. Endi ko'rib turganlardagi shu joyda shu uylar nech pul deb o'ylaysizlar narxi? Shu pasti 1000 dirham, tepasi 1000 dirham, pasti 1000 dirham. Ya'ni dollarda nech pul bo'ladi desangiz 270 dollar. Shunaqa joyda yashashni xohlarmidingiz? Izohlarda qolgizing. Agar ishlagani kelmoqchi bo'lsangiz, shunaqa holatga tayyor bo'lib keling. Chunki siz bu yerga o'zingizni sinash uchun va o'zingizdagi bor imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish uchun kelyapsiz. Bu boshlanish etapi. Albatta bundan yaxshilari ham bor. Kuzatib tursanglar, unisini ham olib chiqamiz. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Mayli. Sog' bo'lasizlar.